Hozir menga bir kishi yozibdi, 9 ta umraga bilet olguncha, uy qurguncha, mashina olib berguncha, o'zingga tilla taqinchoq olgin, turistik kiyim kiygan, seni ko'chada ko'rgan odam blogerni sanamaydi deb yozibdi-da. Shu gapingizga aytib yaxshilab eshiting. Men o'zim qiz bolani boyligi uni taqib yurgan tilla taqinchoq va turistik kiyimida emas, uni or-nomusi iffatida va ota-onasiga la'natmas rahmat olib berishida men boylikni shu deb sanayman. Qiz bolani or-nomusi pul bilan o'lchanmaydi hech qachon. Ayol kishining baxti pulda emas, uni oilasida, farzandida, turmush o'rtog'ida. Men shunaqa deb o'ylayman. Qiz bola orqasidan ota-onasiga rahmat eshittiryaptimi? Shuni o'zi eng katta boylik. Men uchun baxt oila davrasida bir kosa o'tirib yegan ovqatimda. Chunki boyingizda ham, kambag'al insoningizda ham qorni bir kosa ovqat bilan to'yadi. Har bitta insonning boshi ota-onasining poyida va Allohning sajdasida egilsin. Bandani poyida emas. Bugun aynan o'zbek xalqidan bitta iltimos bilan chiqmoqchiman. Bitta podeshga qilingizlar, 500 ga bo'laylik yangi yilgacha. Aynan mana shunaqa yozgan aqli kalta insonlarga o'zbek qizining qo'lidan nimalar kelishini men isbotlayman.